Markaziy Osiyoda kelajak nima bo'ladi? Suv taqsimoti qanday bo'ladi? Mana iqlim o'zgarishi qator qiyinchiliklar tug'diryapti. O'zaro munosabatlar nima bo'ladi degan savollarga bugun hamma javob qidiryapti. So'zga chiqqanlar aytishdi, Markaziy Osiyoda bugun juda yaxshi muhit shakllangan. Mana yaqinda Samarqandda o'tgan sammit ham shuni ko'rsatdi. Hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan mana shu yaxshi bir demak an'ana Markaziy Osiyo davlat rahbarlari tez-tez uchrashib, har xil masalalarda fikr almashadilar, bir-birlariga do'stona munosabatda bo'lyaptilar va bu barcha sohalarda o'z aksini topyapti. Ayniqsa men aytmoqchiman, bu shu muhim bo'lgan suv masalalari, transchegaraviy hamkorlik masalalarida juda katta ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Mana aytildi, mana shu qo'shni davlatlar bilan suv masalalarini hal qilishda biz bir stol atrofida ham o'tira olmasdik. Bir-birlarimiz bilan muloqot yo'qolgan edi. Mana shu qayta tiklandi va yangi bir mazmunga ega bo'ldi. Biz bugun har bir qurilayotgan yangi obyekt yoki har bir qabul qilayotgan qarorimizni bu qo'shnimizga qanday ta'sir ko'rsatadi, bu qo'shnimizning ham manfaatiga mos keladimi degan savolni berib, keyin javobini qidiryapmiz. Bugun mana muzliklar qisqaryapti, 30% dan ortiq muzliklar yo'q bo'lib ketdi. Bugun aholi soni oshyapti, turmush darajasi yaxshilanyapti, suvga bo'lgan ehtiyoj kundan kunga oshyapti. Shu bilan birga mana shu temperaturaning ko'tarilishi, iqlim o'zgarishi bu talabni yana oshishiga demak sabab bo'lyapti, olib kelyapti. Shuning uchun biz bugun suvdan samarali foydalanishimiz kerak. Bugun biz sug'orish tarmoqlaridagi suv yo'qotishlarni kamaytirish uchun shu sug'orish tarmoqlarini, kanallarni betonlashtiryapmiz, zamonaviy boshqa chora-tadbirlarni qo'llayapmiz. Ham dalada suv tejovchi texnologiyalarni qo'llayapmiz. Shu sohada kadrlarning malakasini oshiryapmiz. Suvchilar maktabi, qo'shni davlatlar bilan hamkorlikda bu ishlarni amalga oshiryapmiz va 60% dan ortiq maydonlarimizni nasoslar bilan sug'oramiz. Ularning ham aksariyati eskirgan. Shuning uchun zamonaviy nasos stansiyalar modernizatsiya qilinyapti. Bu yil mana shu nasos stansiyalarimizning samaradorligini oshirish bo'yicha qator ishlar olib borilyapti. Umuman mana bugungi mana shu anjuman yana bir marta ko'rsatyapti. Hatto Afg'oniston ham mana shu do'stona munosabat bilan bo'layotgan o'zgarishlarni olqishlab faol ishtirok etyapti. Bu albatta bizni quvontiradi. Va mana shu tadbirlarning irrigatsiya institutida o'tishi bizga yana quvonch bag'ishlaydi. Chunki bizni talabalarimiz ko'ryapti, bizni mana shu professor o'qituvchilarimiz, ustozlarimiz mana shu masalalarda ham o'zining munosib hissasini qo'shib kelyapti. Loyiha institutlarimiz, ilmiy tadqiqot institutlarimiz bu masalalarga chuqur kirishib borayotgani bizga katta bir zavq bag'ishlaydi.